Afsuski, hozirda shaytonning vasvasalariga aldanib, yana g'arbga taqlid qilib, o'sha yasan tusan qiladi, o'zini qaysidir ma'noda reklama qilib yurgan opa-singillarimiz bor. Allohdan qo'rqinglar. Gunohlaringizni kechirishini so'rab, Allohga chin dildan tavba qilinglar. Hali fursat bor. Ana shu fursatni g'animat bilinglar. Bunday qabih ishlardan to'xtab, o'zingiz uchun foydali bo'lgan ishlarga qaytinglar. Ertaga qaytib boradigan joyingiz haqida tafakkur qilinglar. O'ylab ko'ringlar mana shu haqida. Bir kun kelib zulmatli, dahshatli qabrda yolg'iz o'zingiz yotasiz. O'sha dugonalaringiz ham, farzandlaringiz ham, boshqasi ham siz bilan yotmaydi umuman. Undan keyin esa Alloh azza va jalla huzurida hisob-kitob uchun yolg'iz o'zingiz borasiz. Alloh taolo Maryam surasida aytadi: "Saydu billah va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda." Ularning barchasi qiyomat kunida yolg'iz holatda u zotning huzuriga kelguvchidir. Qiyomatda bo'ladigan holatlarni, hisob-kitobni, amallarni taroziga qo'yilishini, Alloh taologa osiy bo'lgan kishilar uchun hozirlab qo'yilgan jahannam azobini eslaylar. Ko'cha-ko'yda yasanib begona erkaklar oldida yuzingizni ochib, qomatingizni ko'rsatib yurishdan tiyilinglar. Men sizni yana bir bora ishonch bilan ogohlantiraman. Qarshingizda turgan qiyomat dahshatlarining birontasiga ham toqatingiz yetmaydi. Jahannam azobi haqida esa gapirmasa ham bo'ladi. O'zingizga rahmingiz kelsin. Bunday ishlardan tiyiling. Yuzingizga tavba eshiklari yopilib qolmasdan va jasadingiz qabrga qo'yilmasdan turib, Allohga haqiqiy tavba qiling. Zero Alloh taolo tavbalarni ko'plab qabul etuvchi, o'ta g'afurur rohim bo'lgan zot.